Assalomu alaykum barchaga. Fora 504 modelidagi traktorimiz Buxoro shahriga sotildi. Hozir yuklash jarayonlari. Bu videoda yangi kirib ko'rayotganlar uchun bir qator eslatma sifatida video tayyorlayapmiz. Xo'p, ma'lumotlari shu ichki apparatlar mana. Oddiy apparat. 50 vat kuchi bo'ladi bular. Bundan yana bor, kimgadir kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu bez kabina mana, ko'rib turganinglardek. Hop, kabinalisi lekin tugab qolgan, lekin 404 da kabinaligi bor. Kimgadir kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar kabinaliga. Hop. Oldini qo'shib olsanglar bo'ladi. Oldin orqaga alohida skorost bilan yuradi. Hop, 540 ta 1000 vom. Frezalarni ko'tarib tushiradiganlari bor. Hop, toshma quyon hamma funksiyalari bor. Hop. Old ko'rinishlari. Kimgadir xuddi shu traktordan kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana mana model 1450 kg 8-oyda chiqqan yangi bez probek deyarli yurmagan. Ko'rib turganinglardek. Hozir yana xudo xolasa video davomida yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. 11.228 hop 7.5 16 balonda mana shu Isuzu'ga chiqarib xudo xolasa jo'nataveramiz. Orqa bilan chiqasin. Geldik. Baba. Go. Tez olarak. Ayak koyduğun.